Assalomu alaykum aka. Men bitta qurta olaman. Bitta pista olaman. Charchamang. Shuni oldingmi? Chang bosib yotibdi. Kattaroq marketdan olardik, aytdim-ku. Farruh, katta marketlardan nogironlarga foydasi bor. Na yetim yesirlarga foydasi bor. Xo'sh, buni nima foydasi bor hozir? Ana o'tirgan akani ko'ryapsan? Xo'sh, o'zi nogiron. 7 yetimga qaraydi. 2 farzandi o'ziniki, qolgan 5 tasi singliniki. Singlisi esa rahmat bo'lib ketgan. Amaga nima beradi? Qizim, senga nima olib ber? Hech narsa kerak emas, dadajonning o'zlari olib beradilar. Dadajon, ukamni bog'chadan olib keldim. Sovuq ham tushib qopti. Yuring, uyga ketamiz. Ketdik. Opajon. Ichimdan nima o'tganini his qilyapsanmi? Men har kun his qilaman. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman derkan. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman derkan.